وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli ve muvaffaqlışı bilen biz bugün Kur'an-ı Kerim'deki qıssalar degan dersimizning 15. ders keldik. Bu dersda Hud alayhissalamninki qavmininki qandaq gullanganligi ve bu gullanishni Allah'ın tunuş, Allah'a ibadet kılış, özünün bendiçiligini bölüşke emas, belki zımında yuğançılık kılış, tekebburluk kılış ve başkalarını kul kılışka urinishdan ibaret qalaymaqançılıkka işletkenligi üçün Allah'ın gazuga uçraganlığı hakkında toxtalib ötümüz. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de netçe ayeti bayan qilgandek bu Hud kavmiga şu zamandaki başka kavimlerge, başka kabilelerge seriştiğinde alahide kuch kuvvet ata qilgan. Bularninki meyli cismini, meyli sağlamlık bolsun, meyli yasagan şehirler bolsun, her taraftan şu zamandaki başka kabilelerden, başka insanlardan bulaga artıqçılıklarını ata qilgan. Bularninki şehirlerinin ne kadar ali, güzel ikenligi, bularninki şu zamanda en terakki qilgan insanlardan ikenligi hakkında toxtalıp Allah subhanahu wa ta'ala Fecr suresinde "Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lem yukhlaq misluha fil bilad." Allah subhanahu wa ta'ala'nınki İram degan adamninki balları bolgan bu Ad kavmininki qandaq qiyganlığı, bularning qandaq halak bolganligini ko'rmamsan ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Bular şundaq igiz urullarga binalarni, har xil qasrlarni silib, bu qasrlarga har xil turklar bilan bularni, bu qasrlarni shundaq to'g'izib, shundaq ali yaşagan ali urullarni sağan Allah subhanahu ve ta'ala bulağı oxşıgan, terakki qilgan, bulağı oxşıgan, güllengen bundaq şehirni, bundaq rayonni şu zamanda şu yaratmagandi. Yani bular hemmeden üstün idi. Bular hemmeden ulug' katta idi deb sifatlagan. Yana bir ayette Allah subhanahu ve ta'ala bularninki jismini mu alahida kuchli qilganligi, bedenini sağlam qilganligi haqida bayon qilib A'raf suresida "Vazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh ve zadakum fil khalqi basta. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ey Hud kavmi, sizlar Nuh aleyhisselam halak bulup, Nuh aleyhisselamның kavmi halak bulup, onundan keyin ularning o'rniga sizlarning kelganliginglarni, sizlarning izbasar bo'lib kelganliginglarni eslanglar. Allah subhanahu ve ta'ala sizlarga yaratishda alahida kuchlik jisminglarni shundaq yo'g'on, badaninglarni shundaq kuchlik qilib yaratdi. Deb bu yerda bularning yaratilishidimi alahida şu zamandaki başka insonlarga silishtirganda alahida kuchlik, sağlam yaratganligini Allah subhanahu ve ta'ala bulağıçı esletken. Tabi halde bula Allah subhanahu ve ta'ala bergen şu devletteki gülleniş, rayondaki gülleniş ve şundakla bulanın cismiga bergen meyli akli taraftan bolsun, meyli sağlamlık taraftan bolsun, meyli büyük, çoğunluk taraftan bolsun, muş nimetlerini bula tunugan bolsa elbette Allah subhanahu ve ta'ala bulağa texim uşuqni berdi. Texim uluğni, texim kattini berdi. Bularning taraqqiyotiga texim berket berdi. Bularning tinning sağlamlığına
texim bereket berdi. Bulanın kuçuğa texim çok kuç koşuldu. Şu Allah subhanahu ve taala bu haqda özünün nimetini esiltip, ula Allah'ın tunusa, iman etse texim ulağı cık berdiğallığını esiltip nime deydi o dese, Hud surasida وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ yaki وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ma ayette. Ey kavmim, sizlar Farvaydigarınızga istiğfar talep kılыңlar. Farvaydigarınızdan qilgan günahlarınızın afu kılınışını ümit kılыңlar. Onundan keyin o Allah subhanahu ve taalaga sizlar tövbe kılыңlar. Allah qaytыңlar, qilgan xatalıqlarınızlarni tunыңlar. Muşundaq qilsаңlar, Allah sizlarga osmondan shundaq ko'p yağmurni yağdırıp berdi. Ve şundaqla ve yazidkum quvvatan ila quvvatikum. Sizlarninki hazırki küçüңlarga texim kuch qo'shab berdi. Yani sizlarning hazırki alahidlikka teximi her tarafdan şu alahidlikni, üstünlikni Allah berdi. Deb bularga Allah'a istiğfar talep qilish ve şundaqla Allah'a tövbe qilish, Allah'a iman keltirish şartı bilan bularga şu özünün nimetini texim ziyada ushq berdiğanligini alahida bayan qilgan. Bularninki ne kadar güllengenligi, ne kadar terakki qilganligini Allah subhanahu ve taala Şuara surasida alahida bayan qilib, أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Sizlar her igiz tağның çoqullarga şundaq ali qasrlarni, ali öylarni salamsizlar. Bu öylarni sizlar ihtiyacinglar bulab, şu öylarda o'ltirish uchun emas, balki sizlar boshqalarga ko'z qilish, o'zinglarni ustun ko'zitish, o'zinglarning ne kadar noch ekanliginglarni uqtirib qo'yish uchun shundaq qilamsizlar deb bularning qilgan ishini shu chaqda shu inkor qilish, ayıplash maqsadida shu bu oyatda alohida bayon qilgan. Va tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun degan mushu oyatda sizlar xuddi mangu o'lmay yashaydigandak. Masani' degan so'zni mufassir olimlar har xil tafsir qilgan. Shu tafsirlarning biri her xil ali qasrlarni silish ve şundaqlı şu qasrlarni her xil eriqlarni silish orqali suv bilan ta'minlashga her xil eriqlar orqali suv yo'li echishdan iborat mushundaq shu zamonda eng jafoliq bo'lgan ishlarni sizlar qilamsizlar. Xuddi mangu yashaydigandek mushundaq ishlarni qilib yuramsizlar deb bularning şu çağda qilgan işlerini Allah subhanahu ve taala ayıplash ve şundaqlı sökesh maqsadida bu ayet şu alahida ayıplagan sökkan. Demek bular kuch quvvatli bo'lsin, şu zamandaki aql idrakli bo'lsin ve şundaqlı taraqqiyatli bo'lsin, boshqa millat, boshqa xalqda tepilmaydigan alahidlik bularda tepilgan. Lekin bular bu alahidlikni insanların menfaati uchun, özünün halkının menfaati ve bütün insanların menfaat yetkiziş için işletti mi? Ya ki nimigi işletti. Buna çoğu dese bu alahidlikni zulüm qilishqa, başkalarını kul qilishqa, başkalarını izishga işletti. Şu ayetin ahirisida ve iza batashtum jabbarin. Sizlar başkalarını cezalasanlar, başkaları bilan urushsanlar, ularni uchun nayt zalimlar, yani kul qilish, boshqalarni ezishda mushunda qattiq uslubni, qattiq qo'lliqni qilsalar deb shu bularni shu sökte aybladi. Shuning uchun bular mushu o'ziga berilgan kuch-quvvat alohidlikdan o'zining bandi ekanligini inkor qilib, o'zining naqadar kuchli ekanligini alohida ko'z qilgan. Yani bir ayet şu Allah subhanahu ve taala bularninki yuğançılık qilganligini, ko'z qilganligini sifatlab nima degan desa, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haq ve qalu man ashaddu minna quwwa. Ad qavmi zaminda hech qanday haqsiz yuğançılık qildi, takabburlik qildi, ustunlik qildi. O'zining alohidligini
zulm qilishga, boshqalarni qul qilishga ishlatdi. Va bular bizdan kuchlik, bizdan gullangan, bizdan taraqqiy qilgan insonlarmi bormi? Albatta yo'q deb shunday o'ylashdi. Bular unutib qoldiki, "Avalam yaraw annallohallazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa." Shularni yaratgan, shularning taraqqiyotini yaratgan, shularga shunday üstün, katta aql, idrokni va shundaqla sog'lom jismni bergan Allah subhanahu va taolo ularning kuchli emasmi? Allah'ның ularni yaratganligini bular unutib qoldimi? Albatta unutib qolmasin. Deb o'zining hammadan ustun, hammadan ulug' katta ekanligini eslatdi. Eslatgan bo'lsa-mu, lekin bularcho bu haqiqatni tanimadi. Bu haqiqatga inkor qildi. Bular o'zininki bu qasrlarni, o'zining gullangan bu ziroatni bo'lsin, shu zamondagi alohidliklarini shu faxrlanish uchun buni o'zining boshqalardan ustun ekanligiga alomat sifatida shu qo'llandi. Va shundaqla boshqalarga zulm qildi, boshqalarni ezdi, boshqa insonlarni shu zamonda qul qildi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. Bularninki Hud aleyhisselamның qavmidan bo'lgan jutjonlari shu katavaşlarninki kafir bo'lganligi. Ularninki Hud aleyhisselamga ishonmaganligi, Hud aleyhisselam elib kelgan vahiyni inkar qilganligi, qiyomatning bo'ldiganligini inkar qilganligidan Allah subhanahu va taolo nima deydi desa, hayatı dünyada bir xil ularga alohida ma'lum vaqt, o'yin tomosha va shundaqla ozg'unligida texmu izishi, texmu shaytonninki bular shaytonning kayniga kirib o'zining bandi ekanligini shundaq tunimaslik uchun Alloh subhanahu va taolo ularga shu bir xil ma'lum vaqt fursat yaratib berganligi. Ularni darhol jazolamaganligi, balki ularga shu hayot dunyoda ma'lum vaqt yashab olishga fursat berganligi. Shularninki qaytib olishi va shundaqla payg'ambarga shu zamondagi Hud alayhissalomga iymon keltirishi, ishonishi, Hud alayhissalomninki elib kelgan vahiy bo'yicha yashashga, tirishchanlik qilishga yetakchi bo'lamiki degan maqsadda ularga shu ma'lum fursat vaqt bergan. Lekin bularcho bu haqiqatni qat'iy tanımagan. Belki o'zininki ve qalu men ashaddu minna quwwa. Bizden kuchli, bizden ali, bizden alohida xalqmi, insonmi, bormi deb yuğanchiligini, o'zining takabburligini davomlashtirgan va shundaqla insonlarga qilayotgan zulmini davomlashtirgan, to'xtamagan. Shu sababdan Allah subhanahu va taolo bularni shu oxirsida halok qilgan. Demek bularni qaysi shakl, qaysi uslubda halok qilganligi haqida keyingi darsda to'xtalamiz. Bugun biz bugungi zamondagi mushu Ad qavmiga o'xshagan, o'zini hammadan kuchli sanayotgan, hammadan ustun sanayotgan, ilohni tunimayotgan, koinotning egisi mana biz deb da'vo qilayotgan zolimlarga bir qaraylik. Biz Muşahad Ad'ның halak bo'lishi ve bundan keyinki nurg'un mayli Yunan imperatorisi bo'lsin, mayli Bizantiyalar bo'lsin, mayli Firavunlar bo'lsin ve uningdan boshqa nurg'un insoniyatga zulmdan boshqani elib kelmagan, insoniyatni qul qilgan, insonlarga zulm qilgan, begunoh qon to'kkan nurg'un imperatorliklarninki, nurg'un podshohliklarninki vayron bo'lganligini tarixni o'qigan, tarixdan ibrat olgan her qandaq bir inson buni bilalaydi. Yaqinqi zamonda, hatto 100 yilning oldida nurg'un katta davlatlar dunyoning har qaysi joylarida, mayli Osiyoda bo'lsin, mayli Afrikada bo'lsin, nurg'un davlatlarni besib olgan. Nurg'un davlatlarni besib olib, bu ziminlar mangu bizning ziminimiz, biz bu yerdan mangu chekinmaymiz deb ashundaq davronlarni sog'an. Lekin şu besiveliş, şu cahangirlik mangu davomlashdimi?
Elbette mengu davamlaşmadı. Aldığınki əsrninki 40-cı, 50-ci, 60-cı yıllarda Afrika'daki bolsun, Asiya'daki bolsun nurgun devletler müstakillikka erişti. Nurgun xalqlar Jahangirlarninki zulmüden qutuldu. Bu haqiqatlardan şunu görüp olish mumkinki Jahangir mengu Jahangirligida mengu kuchlik bo'lib boshqalarni ezib yashayamaydi. Çokum her qandaq kuchlikninki vayron bo'ldigan, tugishadigan vaqti keladi. Biz Sharq Turkiston xalqi tarixda inson madaniyatiga, islom madaniyatiga nurg'un hassa qo'shgan, nurg'un gullangan davlatlarni quvgan, alohida islomning taraqqiy qilishi, gullanish uchun nurg'un hassalarni qo'shgan bir millat, bir xalq. Lekin tarix bu shundoq takror, gullanganlar mangu gullanib yashamaydigan, acizlar mangu acizligida qolmaydigan, gullanganlar, taraqqiy qilganlar o'zininki taraqqiy qilishi, gullanish sabablari, alohidliklariga chin esilib yashaya olsa, insonlarga zulm qilmay adolat bilan yashaya olsa, bularning hokimiyati, bularning hukmronligi davomlashirganligi. Agar qachoniki bular o'zining davlatlarini, o'zininki adolatini yo'qotgan vaqtda bularninki yo'qildiganligini biz amaliy hayotimizda ko'rdik. Shundaq tarixda katta ishlarni qilgan bir millat oxirisida adolatdan va shundaqla ichki ziddiyatlar har xil sabablardan Jahangirning qo'liga tushib qoldik. Bu Jahangirning qo'liga tushib qolish bizga nurg'un haqiqatlarni tunutdi. Bizning naqadar o'zimizdagi illatlarni tuzatishning zarurligi, o'zimizning zeminininki naqadar muhimligi, Jahangirning naqadar eskiligini, naqadar zolim ekanligini bizga tunutdi. Mush zulmdan ilgari bizning xalqimizning ishidan nurg'un nadan insonlar, bu Uyg'ur xalqi degan birisi-birisiga qarshi birisi-birisining go'shtini yeydi. Birisi-birisiga qat'iy fursat bermaydi. Bularni mushuna Xitoy boshqamiz bo'lmaydigan millat deydigan nurg'un odamlar bizning ishimizda yo'q emasdi. Boti. Bu gaplarni meningcha xalqimizdan nurg'un anglaganlar, hatto mush gapni qilgan insonlarmi yo'q emas. Lekin zulmni ko'rgandan keyin Jahangirninki zulm qilishda mayli uning qarshi turgan, mayli qarshi turmagan, mayli uning depini chag'an, chammagan hammasiga o'rtaq zulm qildi. Hamma odamcho, mening zeminim bo'lmasa, davlatim bo'lmasa, mustaqilligim bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Mustaqillik bu hayotdagi eng ulug' bir ne'mat ekan degan bu haqiqatni tunib yetdik. Shuning uchun biz ishonchi bilan yashashimiz kerakki, bu Jahangir kommunistlar mangu bu kuchli holatida, bu gullangan holatida cho'qim qolmaydi. Qur'oni Karim koinotdagi eng büyük bir haqiqat. Yani büyük haqiqatni bayon qilgan Allohning kitobi. Biz bu kitob qaraydigan bo'lsak, nurg'un zolimlarningki oqima-oqidan halok bo'lganligini, oqima-oqidan tugashganligini ko'ralaymiz. Lekin Allah subhanahu va taoloninki og'amchisi uzun. Biz aldirgan bilan Allah subhanahu va taolo koinotni ma'lum hikmat sirlar bilan yaratgan bo'lg'achqa nurg'un ishlarga insondak muomala qilmaydi. Balki o'zining hikmati bilan muomala qiladi. Bu zolim mushundaq chekidin ishda davomlashadi, hammadan o'zini ustun sanaydi, hammadan ulug' katta sanaydi. Mush orqaliqcho oxirisda o'zi ko'lagan o'rakka inshaalloh o'zi tushadi. O'zidan tushadi. Fir'avn mayli bu Ad qavmi bo'lsin, eng chekidin oshgan vaqtda, haddidan oshgan vaqtda insonlarga qilgan zulmi tasavvur qilgusiz holatga yetgan vaqtda halok bo'lgan. Cho'qim bu zolimlarmi pat yaqinda halok bo'ladi. Bularning halokati uchun bu zolimning haqiqatini tunigan har bir Sharq Turkistonlik alohida o'zining mas'uliyatini tunishi, o'zininki qo'ldan kelishicha bu zolim qarshi turishda kuch chiqarish lozim. Allah subhanahu va taolo hammamizga zolimni tunaydigan, zolimning haqiqatini tunaydigan, zolim qarshi turishninki dini, milliy mas'uliyat ekanligini tunaydigan aql idrok ato qilsin. Hammamizga bu yo'lda mustahkam tura oladigan, hamma narsamizni atiya oladigan
Güçlük iman ata qilsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illallah. Nestağfiruka ve netubu ileyk.